1,5 kvadrat, bilmayman, bir xona studiya deymi, 2 xona studiya deymi, o'zinglar bitta ko'rasizlar, kommentariyaga yozasizlar nima deb yozishi. Yengil Evroremont 4-etaj, Yunusobod 11-kvartal, Megani shundan orqasi maktab, bog'cha, metro, hammasi bir qadam. Mana kiraverishlarimiz stroyli shkaflarni qilib qo'ygan. Mana mana yog'imiz hammom tualetlari mana bitta qilingan, chiroyli kafelar ishlatilgan. Mana Mahmudga divani tayyor ekan, lekin hali qo'yilmagan ekan. Bu yoqqa qo'yib berishadi, televizor ko'radigan joy. Mana Mahmudga stol qo'yib o'tirsanglar ham bo'ladi. Bemalol choy poyichi, mana oshxonani ham aylantirib ko'rsat. Mana oshxona ham kompaktniy, xullas mana xolodilniklari bor, shunda o'ta tayyorlaysizlar, bu yerda yeb o'tirasizlar, anta divanda televizor qo'yasizlar. Keyin charchog'ini chiqarish uchun mana bu yoqqa kelib uxlaysizlar bemalol. Oynasi bor bu xonada ham. Tayyor mana remontlari bilan, bilmayman, shunda olib yashaylar, yoki xohlasanglar 600-700 dollar ijaraga ham qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Chunki joyi zo'r joy. Metro, hamma narsa bir qadam, Mega Planet, maqtamayman, joyi zo'r. Xullas, narxi ham zo'r bo'lib ketdi bu yog'i. Narxi 77 ming ekan. Harakat qilinglar, kimga qiziq bo'lsa, pastki nomerga aloqa chiqinglar. Salomat bo'ling. Kamida mana shunaqadan 10 ta hammangizda uy bo'lsa, 500-600 dan topshirsanglar, oyiga 5-6 ming kelib tursin. Amin.